Voy, ma'lumotini beramizmi? Siznikimi? Ye maşallah. Bu bahaybat. Bu nima bu? Ulug' bormi? Ha, ulug'. Jo'ningdan vobshe. Vahima katta-ku. Bu bo'y 1.70 mi? 65 mi? Maşallah. Yoshi necha yosh? 8 yoshmi? Jo'ningdan 8 yosh ekan. Yeb ichishi sog'lomligi, ulug'i garantiya. Joni Allohga omonat. Narxi nechi bu? 35 ming. 35 ming. Aksiya 9 ta. Hop. Bu rosa lekin chiroyli ekan. Ancha-muncha priznovat ham qilmasa kerak. Ha? Nechi pul? Jonga 20 ming dollar. Nechi pul qilishdi? 30 million bermadingizmi? O'zi kelishtirib aytayotgan ekan-da. 30 plusga. 99lik, 994lik, 902, 9902. Buchi? Bu ne ulog'i bor? Zo'r. Garantiya. Bo'ylari? 1.60. 1.60. Yebishi sog'lom. Yoshi necha yosh buni? 7 yosh. Narxchi? Ha? Narx. Narxi 30 million. 30 million. 25 qilishdi. Deysizda hozir? Ha, oshkora qilyapti. Ya 25 ni oshkora qilyapti. Arsa boshlangan. 35. Janjal bo'lib ketdi. 26 qilishdim buni. 26 dan o'tsa beramiz. 94lik 902 9902. Jahongirning nomerini o'zimiz. Go'zallari, haqiqatda zo'rlari shuda bo'ladi. Telefon qilasiz. Yana otlari bor, xudo xolasa. Shumi? O'ychidan otagan. Shumi? Shumi? Boshini sotib yordingizmi? Yo'q, uyda turibdi. Ha? Voy, Dam olsam. janavar ancha nima shekilli gapi ham, ha? Baquvvat. Zotlari bilan hammasi qora bayir, xalq tilida. Xalq tilida qora bayir. Nech pul narxi buni? 30 million. 30 million. Nech pul qilishdi? 26. 26 dan o'tsa beramiz. 26 dan o'tsa beramiz. Yoshi necha yosh? 7 yosh. Jonivor lekin o'ta kishnab turibdi. Haqiqatda otlan zo'rlanib boqasizlar Jahongir. 94lik 902 9902. Jonivor. Elbek, kamini meni ber. O't, o't. Hajjum. Sidildan quyib qo'y, shani Elbekki. Bosib ol. O't. O't. Tejuvsiz. Sarchamadim. Gel Elbek, o'tam uni ustiga. Sakra. Boshlandi. Yana o'sha kayf. Tavba qildi. Astag'firulloh. Zoti nima buni? O'ta go'zal-ku bu. Shohruh polvon. Nimaga? Ona bola sotdik. Janavar. Ona bola Qo'qonga ketdi. Jo'ningdan bu qirg'iz zot deydimi? Mashaalloh. O'ta go'zal. Ulog'i bormi? Endi menga qilib o'rgatilibdi, o'zi bilinib turibdi, lekin yovosh, ha? Yeb ichishi sog'lomligi o'ta go'zal. Bay, nihoyatda sifatliga o'takan lekin, o'ta go'zal ekan. Tirs latadiganlarga ekraningizga. Narx necha? 50 million kam bor. Ye, mashaalloh. Narx ham o'shanga yarasha nihoyatda katta ekanda. Vahima ekan. Necha pul qilishdi? 35 million. 35 million bermadingiz. Ot endi sifatiga yarashadi, ha, to'g'rimi? 100 ming dollarlik, 1 million dollarlik otlar ham bor-ku. Biz hali yurimizda endi 25 million so'm ot qo'yib,
Biz ham xudo xohlasa Alloh nasib qilsa, hali Turkmanlargacha boraman. Niyatim bor. Turkmanistonga, Dubaylarga inshaalloh Allohdan so'raganmiz. Nasib qilsa asl tulpor kuzatsangiz bo'ladi. 26-yil bo'lmasa 27-yilda bo'ladi. O'sha yerdagi obzorlarimizni sizga qo'yib beraman, ko'rsatasiz. Inshaalloh 35 yuqorisiga bitqazamiz. Ha? Telefoningizni kiritaylik. 94lik. 94lik 507 507 7407. 7407. Lekin Shohruh polvonda ham o'tni udarlari bo'ladi. Telefon qilsangiz, biz nomimizdan chiqing, kelishtirib berasiz. Uka, bozoringiz bersin. Ha, Joningdan sana. O'zi ham biz o'zi Joningdan degan gapimiz trendga chiqib ketdi. Bu ma'lumotni beramizmi? Bu berdik-a? Ha, bu Jahongirniki bu. Voy, Joningdan sen. Qani ko'raylikchi bitta Joningdanni? Polvon. Otingiz nima edi? Otabek polvon. Ha? Polvonsiz-a? Nima uloqlarga chiqqansiz? Nima buni zotimi? Qorabayir, xalq tilida. Yeb ichishi, sog'lomligi, yovosh, ulog'i bor. Jonini Allohga omonat. Bo'ylari? Ular aka 155 plus. 155 plus chiqib qoladi, lekin inshaalloh nihoyatda chiroylagan. Yosh necha yosh? 8 yosh. 8 yosh. Maşallah. Narxi necha pul? Narxini aka 30 milliondan. 30 million deyapsiz. Necha pul qilishdi? Endi keldi. Endi kelasiz. 25 bilan telefon qilishadi. 25 bilan telefon qilishadi. Uni u yog'ini o'zingiz gaplashasiz. To'g'rimi? Otabek, telefoningizni kiritaylik. 77lik 999 96 9602. Haliga bir kuzatgan bo'lsangiz, bu yerda hayt bir deb turib uloq uyushtirib bergan Otabek polvonga telefon qilsangiz, otlarni go'zallari bilan shug'ullanadi u kishi, ha? Bozoringiz bersin. Ha, Joningdan. Bu kim beradi buni ma'lumotini? Egasi beradi. Egasi kim? Egasi O'sha ketdim. Ketamizmi? Tugatamizmi? Hayt, sekin. Polvon. Ismingiz nima edi? Asilbek polvon. Shunaqami? Tinchmisiz? Zoti nima buni? Qorabayir, xalq tilida. Ulog'i bor. Yeb ichishi zo'r, sog'lom. Necha yosh? 6 yashar. Joningdan, lekin bo'ylari necha? 155 plusmi? 165 mi? Ye maşallah. Nihoyatda haligi qaytmaydiganmi? Qaytmaydigan. Narxi necha pul? 40 million. Ye maşallah. Narx ham o'sha qaytmaydiganni aytib qo'ydingiz-da. Necha pul qilishdi? 31,5 plusigami? To'g'rimi? 31,5 dan o'tsa, sotilib ketmasa telefon qilishadimi? Telefoningizni kiritaylik. 33lik 022 87 80 yana bitta nomer bor. 95lik. 95lik 172 82 92. Asilbek, bozoringiz bersin. Bozorda to'palan qilmang. Kerak emas. Sizga yarashmaydi. Joningdan bosing. Ketamiz, tugat. Tugat. Egarlarimizmi? Bo'l. Assalomu alaykum. Oke, tinchmisiz? Ma'lumotlarni berib ketamiz. Tushunmayman, to'g'risi gap. Egarlarimiz, aka, nech puldan? 1,200 ming aka, ular qirg'iz egar. Bu qirg'iz egarmi? Egarlarimiz nimadan tayyorlanadi asosan? Temirmi, nima bu? Temir egar. Temir egar, ha? Ha, buni yog'och egar ham bo'ladi, ha? Ham bo'ladi. Yog'och. Bular hammasi temir egarlarimiz, ha? $100 ekanda. Bu sotishingiz $100danmi? Yo'q, Kam bor. Nech pul sotyapkansiz ehtiyot? 1 million so'm. Bu etigimiz nech pul? 1,5 million. Bu toza charimmi? Toza charim. 500 minglik ham bor. Ha? Bu nima deyiladi? Bu
Uloqchi polvonlar etigida aka bu qo'qon. Etik deydi, o'zi, to'g'rimi? Uloqchi polvonlarning etigi ekan, xudo xolasa. Bu 1 million dedingiz, a? Sotadigan 1,5 million, sotadigan narxi $100. Oxiri 1 million 200 ming so'm ekan. Qiziqqanlarga xudo xolasa nomerlarni kiritamiz. Gaplashsangiz bo'laveradi. Egarlarimiz oxiri necha puldan? Endi oxiri 1 million ekan. Oxiri 1 milliondan. Ha? Farqi yo'q, a? Bu egarlarimiz nimaga sal chiroyliroq? Bular necha pul? Bu ham narxi bir xil, a? Hammasi temir egar, a? Bu yerlar temir bilan. Temir egar. Xudo xolasa telefon qilsangiz, bular ham otlarimiz tepasiga soladigan, a? Egar tegidanmi? Egar tagidan soladigan narsalarimiz. Bular necha puldan? 50 ming, 100 ming, 50 ming, 100 ming. 100 minglik to'qim bor aka, 300 minglik to'qim bor. Har xilda. Lekin 50 minglik ham ish beraveradi. To'g'rimi? Misollarga oddiy minuvchilarga, uyga misol minadiganlarga ish beraveradi. Lekin uloqchi otlarga sal qimmatroqni qo'yish kerak. Telefoningizni kiritib qo'yamizmi? Telefon. 94lik 492 0387. Qo'qondanmisiz? Akamizga telefon qilsangiz, luboy egar, pegar, etik, luboy narsa bor, ha? Bitirib beramiz. Aka, bozoringiz bersin. Bu ma'lumot nima buni? To'ymi hali? Ulog'i yo'q. Yengil. Bu to'y ekan bu hali janavar. 165 plusmi? 170. 68 chiqadi. Ayo 68 chiqadi, ekraningizga yozib qo'yingchi. 68 chiqadi deyapti. 65 pluskada, to'g'rimi? Necha yosh bu? 4 yashar, maşallah. Zot xalq tilida qorabayir. To'g'rimi? Bizda qorabayir deyaveramiz. Narxi nechi pul? To'y, ha? Yiliga 10 million aytyapsiz-da. To'g'rimi? 3 yosh deylik, 30 million aytaylik. Hech pul qilishdi. Bo'lmadi. 30 bilan gaplashamizmi yo baland? 30 dan yuqorisini o'zingiz gaplashasiz-da. 30 million pulingiz bor bo'lsa, telefon qilsangiz, yo'g'ini o'zingiz gaplashasiz, to'g'rimi? Lekin uloqqa solinmagan, ha? Uloqqa solinmagan, lekin solaman desangiz, ancha-muncha ishingizni bitirib beradigan, nihoyatda tarbiya qilsa, buni haqiqiy ana bu Shohruh polvonlarga, Jahongir polvonlarga uchragan, o'xshagan odamlar bo'lsa, tarbiyalab oladi. Nomeringizni kiritaylik. 94lik 504 4523. Siz ham polvonmisiz? Uloqlarda qatnashganmisiz? Ismingiz nima? Jasurbek polvonga murojaat qilasiz. Polvonlarning ismini ham aytib keting deyishyapti-da. Hamma polvonlar bilan tanishib olaman shekillanib. Tirsillatib qo'yasiz ekraningizga. Ukam bozoringiz bersin. Mana bu o'ta go'zal ekan-a, bu nima bu zot, ha? Kimniki ekan bu? Sizdan emasmi? Jonivor shuni ma'lumotini berish kerak edi. Haligi Yevropaga o'xshayapti-da, nihoyatda chiroyli. Kimdan bu shep? Alhamdulillah, sizdanmi? Ye, maşallah, akamdan ekan. O'ta go'zalligidan biluvdingiz. Assalomu alaykum. Hoji aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan. Xonadonlar tinch. Voy, menga ehtiyot bo'lamiz. Tinchmisiz? Zoti nima buni? Dancha. Danchang. Donchak deydimi? Yoshi? Yoshi 3 yashar. 3 yashar. Maşallah. Hali minilmagan, ha? Yo, minilagan, uloq-pulog'i yo'q, boshqasi yo'q. Yo'shgina. 4 kun mindik aka. Yebishi sog'lomlik o'ta go'zal, ha? Kafolat. Ha, yemasa ot bunaqa sifat bo'lmaydi. Narxi nechi pul, to'g'ri? Narxini 40 million deyapmiz aka. 40 million. Savdo qilishdim. 28 million bo'lyapti. Ey maşallah. O'zi sal qimmatroq yuradigan zot ekan-a bu. Ha? Qimmatroq yuradi. Qarang, sifatini 28 milliondan o'tsa, telefon qilishadi. 28 milliondan o'tsangiz, xudo xolasa, u yog'ini o'zingiz gaplashasiz. Bunimiz nima bu? Bunimiz 5 qashqa, rabotchi. Hech qanaqa uloq-buloq yo'q, minilagan, lekin narxi ham o'shanga yarasha. Sifati chiroyli ekan buni. Yovosh, 5 qashqa, 28 kam bor. Nech pul qilishdim, tog'a? 23 milliondan o'tsa beramiz. 23 million plusga, 28 million plusga akamizga telefon qiling. Otni Shohrobek, olib keling. Yana bitta go'zal. uni qo'ydim.
Qo'ydim. Shohruh keldi oldimga. Qo'ydim. 23 plyusga, 28 plyusga bosib o'rsangiz bo'ladi. Telefoningizni kiritaylik. Albatta, xudo xolasa. Telefon 93 93lik 216 216 ikkita 84. 84 84. Aka ismingiz nima? Erkinjon. Erkinjon akaga telefon qilasiz. Meniki Muhammad Ayub aka. Endi tanishdik. Albatta. Ha? Aka, bozoringiz bersin. Xudo xolasa. Salomat bo'lasiz. Shohruh. Ketdik biz. Borasizlar-da. Ha, endi boraylik. Chuska ham borishimiz kerak. Chuska ham, rahmat. Hojaga vahimasini mumvopsiz-ku. Kattasini mumvopsiz-ku. Tinchmisiz? Jentrami? Yo'q, Malibu. Malibu. Oo, mashalloh. Malibu ekan. Joningdan nima bu? Zot nima? Rossiyskiy. Vahima-ku bu, ha? Haligi o'zingiz ham jasadingiz ham katta narsa-yu, lekin ot ustida kichkina bo'lib ko'rinyapsiz. Yoshi necha yosh? 7 yosh. Narxi necha? Narxi 40 million xayri bor. Ye, mashalloh. Lekin narxini to'g'risini aytaman, yordingiz. Realni, chunki bu otlar, bunaqa otlarni 50 million, 60 million narx aytishadi. Voy! Tez bosib o'ring. Zudlik bilan bosmasangiz bo'lmaydi. Narx qilishdimi? Taqilishyapti. Necha? 33 million, 35 million. 35 million ko'rdim realni. 35 milliondan o'tsa sotilib ketmasa beramiz. To'g'rimi? Telefoningizni kiritaylik. 99lik 906 906 80 16. 8016. Ko'ryapsiz, 1.78lik odam kichkinagina bola ko'rinyapsiz. Nihoyatda katta narsa ekan, jonivor. Bozoringiz bersin. Hoji aka, Malibu ekraningizga tirsilatib qo'yasiz. Hey, tut. Qo'rqmas ekan bu, bez ekan. O'lgan. O'lib. Yo, befoyda. Arganasi bo'lgan bu qatnashi boshqa. Qo'rqdilar endi. Endi qo'rqdilar. Endi qo'rqish shunaqa bo'lar ekanda. Biz tugatdik inshaalloh bugungi obzorlarimizni. Ukam o'ta go'zallardan qo'yishga harakat qildik. Qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha, keyingi bir haftalikgacha o'zingiz ehtiyot qilasiz. Allohga omonatsiz, salomat bo'lasiz.